Savol shundaki, turli mamlakatlarda turmush sharoiti turfa xilda. O'zbekiston bilan Bangladesh yoki Hindistonni solishtirib bo'lmaydi. Albatta. Ular so'rayotgan pullar ham boshqacharoq bo'lishi mumkin. Albatta. Farqli tomonlari bormi yoki bir xilmi hamma uchun? Oylik maoshlarimi? Shunday. Albatta, oylik maoshlarida farq bor. Ya'ni oylik maoshga rozi bo'lishda ham farqlar bor. Chunki o'sha sharqiy davlatlar deylik, bizga nisbatan sharqiy bo'lganligi uchun o'sha sharqiy davlatlardan keladigan odamlar ularni oylikka qoniqishi bu ehtiyoji shu 350, 400, 500 dollargacha atrofida bo'ladi. Ya'ni shuncha pul bersa, ular qoniqadi. Chet elga borib ishlashga mamnun. Bizni ishchilar esa masalan 800, 900, 1000 dollar bo'lmasa kamida chet elga borib ishlamaydi, oilasini tashlab, vatanini tashlab, yaqin qon qarindoshlarini tashlab. Shu asosiy bizning farqimiz, lekin buni talab qilishimizda ham asos bor deb o'ylayman. Chunki bizni xalqimizda mana shu O'rta Osiyolik, xususan o'zbeklardek mehnatkash xalq unaqa ko'p uchravermaydi. Ya'ni biz masalan overtime degan narsani ko'pchiligimiz bilamiz. O'sha migrant bo'lib ishlaydiganlarimiz ham qo'shimcha soat ishlari bizda biz yuborgan odamlar qo'shimcha ishlashga ham tayyor. 2 soat, 3 soat, 4 soatlar kerak bo'lsa mehnat qilishga tayyor. Chunki oilaparvar deb o'ylaymiz va o'sha oilasiga qo'lidan kelgancha ko'proq o'sha iqtisodiy tomonni yaxshilash uchun ishlashga, mehnat qilishga tayyor. Ya'ni erinchoq emas.